Jigit. Mana jigit. G'oz beryapti asabiylashib. Assalomu alaykum obunachilarim. Mana doimo qushlarning, tovuqlarning, kurkalarning, indutkalarning suvlariga e'tibor berishimiz kerak. Suvlari top-toza bo'lsa, bularda bironta kasallik bo'lmaydi. Iloji bo'lsa, iliqroq suv bo'lishi kerak. Jo'jalarga doimiy qaynatilgan suv berish kerak. Chiktonik dori solib qo'yish kerak, vitaminli. Immunitetni kuchaytiradi. Hammasiga ham foydasi bor buning.